Assalomu alaykum, mehribon, aziz xalqim, har doim bizlarni kuzatib turgan duogo'ylarim. Avvalambor mana ertangi kirib kelayotgan juma ayyomlarimiz hammalaringizga muborak bo'lsin. Allohim nimaki tilaklaringiz bo'lsa ijobat qilsin. Bemorlarimizga Allohim shifo bersin. Farzandlarga Alloh farzand ato qilsin. Ota-onalar hech qachon farzandim deb farzand dog'ini ko'rib ko'zlaridan yosh to'kilmasin. Mana shu bolamga qo'llaringizdan kelgancha yordam berishlaringizni, duoda bo'lishlaringizni iltimos qilib qolaman. Barchalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Avvalambor duolaringiz, qo'llaringizdan kelgancha duo qilinglar. Bolamni miyasi 70% tiklandi. Shu duolar bilan Allohning mo'jizasi bilan Allohga shuncha ko'pchilikda duosi mustajo deydilar. Ilohim shunday bo'lsin. Avvalam duolaringiz, keyin qo'llaringizdan kelgancha yordam berishlaringizni, bundan keyin ham oyoqqa turib og'zidan ovqatlanib, shlenkalarni olib tashlashligimizni Alloh nasib qilsin. Mana shu 5 yildan bir davolatib kelyapmiz. Hozir ozroq mana shu siroplariga, qimmat dorilarga qiynalib qoldik. Qo'llaringizdan kelgancha imkon qadar yordam berishlaringizni iltimos qilib qolaman. Mendan qaytmasa Allohdan qaytsin. O'lgunimcha duo qilaman barchalaringizga. Alloh rozi bo'lsin. Duo qilganlardan ham, qo'llaridan kelgancha yordam bermoqchi bo'lgan yaxshi insonlardan ham. Allohim kam deb berganlarni pullarini Alloh ko'paytirsin. Hech bir ona bolam demasin. Alloh rozi bo'lsin.